Xo'p, assalomu alaykum barchaga. Instagram ahliga mana bu yerda bu ko'chamiz ham asfalt bo'lyapti. Shuni hisobiga turbasini o'tkazib beryapmiz. Bu yerdan ichimlik o'tgan. Shunga yog'lab o'tkazib beryapmiz. Bu yerda suvlar toshyapti mana. Bu yerga ham bidon quyish berar ekan. Yangi joylar ekanda bu yerda. Hali odamlar ko'chib chiqmagan. Veramik uylar solib qo'ygan. Shu joyimizda ish qilyapti. Bu joy Paxtabod tumani Yangi hayotlash mahallasi. Istamiz. Tak, hop akalar, mana bu hozirgi uyimizni, suv toshgan uyimizni orqa tomonda ko'chasi bor ekan. Shu ko'cha ham asfaltga harakat qilishyapti, asfalt bo'lar ekan. Shu yerda yo'ldan bu tomondan ham suvni olib kirib qo'yish kerak ekan. Bu uyimiz 13 sotik. Oshiqroq bo'lyapti, ikkiga bo'lib beradi, olib ko'chadan ikkita chek bo'lar ekan. Ikkita uchastka. Mana hisobiga bu yerdan ham turib qo'yapti. Yağla verdik. Kengaytirib bersak, turib o'tgan joyda odamlarga qilib kengroq beramiz.